Assalomu alaykum, Bo'zak epizodi borchilari. Hop, mana Toshkent shahariga obyekt qilayotgandik. Shu obyektimizni chiqarib olyapmiz, xudo xolasa. Romlar, eshiklari hamma yo'g'i tayyor bo'ldi. Nomerlari. Bir qanotli eshiklar. Hop, uydan balkonga chiqish, fortishka yonida gul qo'yib bo'ladi, fortishkasi. Qo'yani o'sha 1.30 ga 1.30 romlar. Tomonga ham qo'yib beraylik. Bag'da ham mana fotodan romlar terib beradi. Xudo xolasa montajchi bo'ldim, o'rnatib tinchisi beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Katta domlarda ham qilamiz, xudo xolasa. Boshladik. Fortishkalari. Doimo aloqaga chiqishingiz mumkin. Bo'zak doimo xizmatingizda. Like, podpiskani ayamanglar. Materiali Tower Plus 6000 Quattro. Hammasi. Bir tomoni ochiladi, bir tomoni gulxo'y. Buni materialni olib berishgan, xizmatiga olingan, kvadratiga yasab berganmiz. O'zlarining mashinasida kelib olib ketishyapti. Gazetni. Yaxshi o'tirgan. Bo'zak foto qolinglar.